Diniy parazitlarni farqlantirish qo'llanmasi. Barliq o'z aql va e'tiqodiga o'zi mustaqil ega bo'lishni xohlaydigan xalqqa xitob. Bu yozma dinga yoki e'tiqod imonga qartilgan emas, faqat diniy parazitlarga qartilgan. Diniy parazitlar bo'lsa, dinning to'niga o'rinib, dinni vosita qilib turib, kishilarni aldash, qaymoqtirish, kalasini yeyish qatorliq nurg'un razil choralar bilan o'ziga manfaat izlaydigan barliq niyat yomon kishilardir. Bu hukm yaxshi niyat bilan xalqni to'g'ri yo'lga boshlagan shaxsiyatsiz va oqko'ngil dinni ustozlarni ko'rsatmaydi. Ularning izlaydigani moddiy va ma'naviy manfaat. Moddiy manfaat, masalan, pul, mol-dunyo, sovg'a-salom. Ma'naviy manfaat, kishilarning hurmati, boshqalarning ishonchisi, obro'y, shon-shuhrat, huquq, kishilarga ta'sir qilish, yo'l boshlash huquqi yoki imtiyozi. Jamiyatdagi o'rin, kishilardan o'zini ustun his qilish deganliklardir. Ularning qildigan ishi yoki roli. Dinni vosita qilib har xil razilliklarni qilish va maqsadiga yetish. Yaratquchi bilan odamlar orasiga kirib olib, vositachi bo'lib olish. Odamlarning yaratquchi bilan bo'lgan munosabatini, kishilarning e'tiqodini o'zi ustiga elib olish va shuningga o'xshash. O'zini yaratquchining vakili qilib olib, kishilarning shaxsiy e'tiqod turmushiga aralashish, baho berish, hukm chiqarish. Masalan, o'ziga o'xshamaydiganlarga yoki ishonmay savol qo'ygan, gumon qilganlarga haqorat qilish. Dinni do'zaxni tilga elib tahdid qilish, qo'rqitish, tuvan tushirish, tuhmat qilish. Boshqa fikrdagilarni, savol so'raydiganlarni, gumon qilguvchilarni tinchlantirishga urinish. O'zla diktator shaklda e'tiqod ishni o'disiga elib olish, hukm chiqarish. Buni bir xizmat, foyda manfaat keltiradigan vosita qilib olish. Jamiyatga bo'lgan ziyni. Birinchi, ular kishilarning erkin fikr qilishiga, savol so'rashiga qarshi turdi. O'zining shaxsiy manfaati va jamiyatdagi o'rnini saqlab qolish maqsadida ilmiy va logikalik tafakkurni, o'y fikrni, shu sababli tadqiqot, ijodiyat, ilm-fan sohasidagi qadamlarni ilgirlashni bo'shig'ida yo'q qiladi. Jumladan jamiyat taraqqiyotini ilgirlashni to'siydi. Ikkinchi, ular o'zlarining yashash yo'lini, yashash usulini birdan-bir to'g'ri yo'l, birdan-bir o'lcham qilib olib, o'zlarining qimmat qarashini birdan-bir to'g'ri qarash deb jamiyatga, boshqalarga tengishga urindi. O'zlari jamiyatga, dunyoga bir to'kib qo'shalmaydi. Boshqalarni boshqacha o'zi xohlagan, tanlagan yo'lda, usulda yashashga, ilm ma'rifat yo'lida bilim bilan kuchishga yo'l qo'ymaydi. Bundaq kaj, jahil holatda o'zlarining diniy parazitlik rolidan foydalanib, parazitlikning eng yuqori palsiga yetish, ya'ni dinni vosita qilib jamiyatda o'ringa erishgan diniy o'limalar bo'lish. Oxirida dinni vosita qilib huquq tutgan hukmdorlardan uchinchi, ular jamiyatni, xalqni nodon, bilimsiz qoldirishga tirishadi. Dinni faqat o'zila to'g'ri biladigandek, dinni tushuntirish huquqini monopol qilib olib, uni huquq qatorida ishiltish. Bu dinni parazitlar dinni vosita qilib turib qanday razilliklarni qiladi? Birinchi, shaklvozlik. Ularning e'tiqodi, ularning qimmat qarashiga, odamiyligiga singmagan. Şuna ularning ish harakatida, amaliy hayotidagi hukm qarorlarda dinni e'tiqodning simosi ko'rinmaydi. Ular namozni shaklga o'qib, e'tiqodni faqat eg'izda mavjud holatda yashab, shundoq shaklni chiqarish orqali o'zlari men yaxshi odam deb boshqalarni qo'llashga, namozni, dinni tilga elib, boshqalarni o'zining yaxshi odamligiga ishontirdi. O'zining yaxshi odamligiga ishontirishga, qoyil qilishga tirishadi. Ammo amaliy hayotida aldamchilik, hilegarlik, saxtipazlik degandek razillikni to'xtamay qiladi.
ish harakatlarida dinning ta'siri yo'q. Ya'ni ular atalmış e'tiqodga ozroqmi amal qilmaydi. Ki ular uchun din faqat shakl chiqarib, kishilarga ko'rinish orqali kishilarning ko'zini bo'yab, aldamchilik qilib, maqsadga yetadigan bir vosita, bir shaklvozlik xolos. Dinni va'daning kapolati o'rinda ishlatadi. Eg'izdan dinni tushamaydi, ammo amaliyotda va'dasiga amal qilmaydi. Dinning bularning ish harakatiga ta'sir qilish kuchi yo'q. 3. Dinni e'tiqodiga amal qilish faqat namoz vaqtiga, joynamoz yoki masjidga cheklangan. Boshqa vaqt va joyda razillik, bilimsizlik, shuhratparastlik, yolg'onchilik, buzuqchilik, mehnatlik degandek ishlar odat bo'lib ketgan. Kishilarga, jamiyatga ziyon soladi, ammo bu qilmishlari to'g'riliq o'ylanish, tövbe qilishni bilmaydi, ham o'zgarmaydi. Namoz o'qib qo'ysalar gunohi yuyilib ketarmish. Jamiyatga, kishilarga, insoniyatga solgan ziynichi butunlay kori yo'q, o'ynashni bilmaydi. 4. Bular uchun boshqa insonlardek mustaqil tafakkur qilish, o'ylanish, ilmiy logikalik fikr qilib, bilim nuri chashqan yo'riqlikda, aniqlikda yashash muhim emas. Ularda ro'shan kalla, bilim ilish, ratlik, tartiblik, unumlik yashash, o'rganish, bilim oshirish orqali insonlik qadr-qimmatini yuqori ko'tarish, qimmat yaratish, jamiyatga, insoniyatga to'kib qo'shish deganda xiyollar nihoyat kam yoki yo'q. Shu sababli ular nada yassun shu jamiyatga bir yuk, bir parazit holatida yashaydi, qimmat yaratolmaydi. 5. Ular faqat o'zlarining dinni e'tiqodi bo'lgani uchunla o'zlarini boshqalardan ustun ko'radi, haqoratlik qiladi. Boshqa dindikilarni, dinsizlarni doim yaratmaydi, haqoratlaydi, töven ko'radi. Hatto boshqa xalqning ziminda yashab, osh tamoq tuzini yegan davlatning odamlarini o'zidan töven ko'radi. Kofir degandek so'zlar bilan haqoratlaydi, tuzkurlikni to'xtatmaydi. Başqalarının nərslərini oğurlaydı. Amma qarşı tərəf musulman bolmasalar, özünün rəzil qılmışını xata deb qaramaydı. Çünki ular faqat öz diniga sadiq, sadiqlığı faqat diniga, ahiretga qartilgan, amma özləri yaşayotgan jamiyatga, insoniyatga, odamlarga sadiq yoki samimi emas. Bu dinni parazitlarni kim semirtdi? Nadonlik, bilimsizlik, tanqidiy fikr va ilmiy tafakkur bilan savol so'rashni, gumon qilishni bilmaslik. Bu parazitlardan qo'rquv sababli qarg'ularcha ishinish, jamiyatga, jamoat orasida yuqori o'rin berish, faqat dindan necha eg'iz jo'ylasila, ularning so'zda xuddi sehr bodakla shartsiz ishinish. Bu dinni parazitlarning o'zining shaxsiy dinni e'tiqod ishlariga aralashishiga, bo'sib kirishiga va shaxsningki e'tiqodiga aralashish orqali manfaat ilishiga yo'l qo'yish, o'zlarini kishilardan ustun his qilishga yo'l qo'yish, chek-chegara aniq bo'lmaslik, o'z huquqidan voz kechish yoki huquqini bu parazitlarga berib o'tish degandek o'zining shaxsiy e'tiqodiga boshqalarning qo'l tiqishiga, aralashishiga yo'l qo'yishdek nadonlik. Shaxsiy huquqini qo'g'day olmaslik, o'zining o'z qalisining, o'z e'tiqodining birdan-bir egisi ekanligini bilmaslik yoki unutish. O'zining e'tiqod, din ishlariga boshqalarning ta'sir qilishiga, majburiy din tashviqot qilishiga yo'l qo'yish. Zuvaningni yum. Mening dinni e'tiqodim mening shaxsiy ishim, mening yaratquchi bilan bo'lgan aloqam mening shaxsiy aloqam. O'ttirda turadigan sendek vositachi parazitlarga ehtiyojim yo'q. Sen lozim emas deyilmaslikda qilmishlar. Bu parazitlarni ustun ko'rish, parazitlarningmi shaxsiy niyat nafsninki borligini unutish, ularning haddidan eshishiga yo'l qo'yish. Xulosa kalam shuki, bu dinni parazitlardan qutulmoqcha millatning edisi azod bo'lmaydi. Millat kuchlanmaydi. Bilim ma'rifat yo'liga mengib bilimsizlikdan, qorong'ulikdan qutulamaydi. Dinni parazitlarning hammasining niyati faqat huquq, taxit,
jamiyatlik o'rin degandek shaxsiy manfaat. Ular shuning uchun jamiyatni qalayimqon qilish, tartib buzish, huquq martaba talishib urushish, jidal qilish, huquqqa bo'lgan nafsninki kushkirtishida to'xtamay bir-biri bilan so'qishish, majra paydo qilish, bir-birining qinini ichish degandek ishlarni qiladi. Oxirida ularning paydo qilgan jamiyati dal do'zaxning o'ziga aylandi. Ular do'zaxni tinish bo'lmagan jamiyatni paydo qiluvchilardir. Ularning hammasi o'zining shaxsiy niyatlarini yoshirib, dinning chopinini kiyib, dinni qalqon qilib, har ishni dinga chetib, din bilan bog'lab tushundirib, kishilarni eziqtirish, aldash orqali boshqa kishilarni o'zining yoshirin maqsadiga, razil niyatiga mulozimat qilg'izish. Yaman niyatlar uchun nishonga yetish uchun boshqalarni qurbonlik yoki shahid qilib etish degandek ishlarni qiladi. Boshqa insonni qurol yoki vosita qilib har xil shaklda ishiltish, foydalanish qatorliq razilliklarni qiladi. Boshqa insonni qul yoki narsa o'rinda ishiltadi. Yalgan sürün teletle yürgüm